Assalomu alaykum. Sabah avazliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam örkişi, Manas daryasidan qaytish, Chala tekkan o'q, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz qatorliq tarixiy romanlar va Sabit Damollamning qisqacha tarjimali Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilishni unutmang. Rahmat. Endi anglaydiganlar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999 yili 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson ruh, avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism 11-bob. Nadisan ana makan. 1. Atxon Misrdan to'p-to'g'ri 10 yilda qaytib keldi. Bu aralıqda Akbarning bir qatim savdo ishi bilan Qohiraga berib, uning bilan bir necha kun billab bo'lganini hisobga olmaganda, ata-bola ikkaylan 10 yilgacha ikki qirg'oqda o'ttirini haybatlik sho'r daryo ayirib turgan ikki qit'ada yashadi. Atxon bu qatim mangulikka qaytib kelgan edi. Uning amdi Qohirada tortishqudek hech narsasi qolmagan edi. Qiynatsi Mustafa Soyman kesel bilan olamdan o'tdi. Atxon nim uchun qaytib kelganligini ko'chlab so'rgan ba'zi gap onalariga ana shu bir ig'iz gapnila aytdi. Qiynatam vafot bo'ldi. U odam bilan obdan chiqishib qolgan edim. Qiynatamdan ayrilgandan keyin turg'um kelmadi. Bu uning og'zidagi gap edi. Yurakida bo'lsa xuddi asta oqadigan azim daryoning tegidagi shiddatli iqindak ig'ir azoblar bor edi. Darvaqa Atxon qiynatsi Mustafa Soyman bilan obdan chiqishib qolgan edi. Mustafa Soyman uni obdan hurmatladi, e'tiborladi. Kesel bo'lib yotgan vaqtida butun tijoratini uningga ishinib topshirdi. Atxonmu uning ishonchini yerda qo'ymadi. Halollik, samimiylik bilan obdan ishladi. Qachonki qiynatsi o'ldi, ahvol shuningdan keyin asta-asta o'zgarishga boshladi. Bu qiynanisining cho'tosi edi. Qiynanisi hushyor, shaddat xotin edi. Bir kuni u qizi Suhayba bilan paranglashib o'ltirib, kuyovlining ahvolini so'radi. "Bilmadim ana", dedi Suhayba bir xil ichki azob bilan. "Bu odam hozir yurtdagi bola chaqasining gap so'zlarini to'liq qildigan bo'lib qoldi. Kunda degidek atiganda qopibla yana shu narsalarni tushida ko'rganligini aytib, ko'nglimni bezor qilyapti." Mana shu gapdan keyin qaynonining ko'ngliga jin kirdi. U kuy o'g'lidan gumonlanishga boshladi. Atxonning hamon bir kuni o'zlarini o'ngda qo'yib, ketib qolishidan ansirab qoldi. Shundan keyin o'zining bir navra enisini magazinga akilib, Atxonni magazinning iqtisodiy huquqidan asta-asta yiroqlashtirdi. Oxir berib, uni tijoratning yugur yetim ishlariga soldi. Bu ish qirig'anda Atxonga har keldi. Uning qattiq ichi pushib yurgan kunlarda yana bir ko'ngilsiz ish yuz berdi. Bir kuni kechda o'g'li Hilimsha uningdan to'satdilla so'rab qoldi. "Dada, seni haqlar kelgindi deydikan, bu qandoq gap? Siningcha qandoq gapkan?" dedi Atxon g'ojida kelgan achchiqini besib. "Ha rost, vatansiz kelgindi deydikan", dedi Hilimsha texmu echitib. "Sen rostla vataning yo'qmi?" Atxonning yuragi pichoq sanjilgandek shiddatlik og'rib ketdi. Bu azobli gapning o'z o'g'lining og'zidan chiqishi uning ko'nglini qattiq bearam qilgan edi. "Senmi shundoq?" dedi u oxir o'g'liga bigiz qo'lni shiltib. Lekin Hilimsha kutilmaganda mundoq dedi. "Yo'q, men undoq emas", dedi o'ktamlik bilan varqirab. "Qohira mening yurtim, mening vatanim, men Qohiralik. Og'zingni yum bachig'ar." Atxon mana shu so'z bilan tang o'g'liga qattiq bir kachat urdi. Hilimsha yerga yiqildi. Javg'iyadan so'z qizil ranglik qon sirg'ib qoldi. Yig'a ovozini anglab uyga kirgan Suhayba yerda tipchaklab yotgan o'g'lini bag'riga besib, Atxonga tunji qitim bo'yin tavliq bilan chekchiyib turib varqirdi. "Rahimsiz, bag'ri tash!"
Atxan xotiniga qarab taza bir tekinib bo'lib, yana o'zini bosdi. Chunki bu o'zining uyi emas edi. Xotinining uyida turib, xotiniga qo'l silish uning nazarida o'g'il bolachilik emas edi. Mana shu daqiqada Atxan o'zini qattiq xo'rlangan, haqoratlangan er sifatida his qilib, ichidan pushlanib ketdi. G'ariblik, musofirlik uning jon tinidan o'tib ketdi. Buni oz degandek, bir hafta o'tar o'tmay, Ilimshoning ismi qonuniy rasmiyatlar bilan Sadatga o'zgartirildi. Qiynonisi buni tushundirib, maktabdagi saboqdoshlari Ilimsho degan ismni mazoq qilibdi. Shunga eg'izga yo'qishliqroq ismga o'zgartirib deb izohat berdi. Mana shuningdan keyin Atxan hammani tushundi. U endi kimdan og'rinsin, kimga zarlansin? O'z o'tking tartursa, dunyoning kenligida nima foyda? Hasrat nadomat Atxanni ichidan urdi. Uni xuddi meti yegan bug'doydek ruhsiz tanga aylantirib qo'yishga tas qoldi. Bu kunlarda dunyo uning ko'z oldida qon ichadigan, gunohga patgan vahshiylar olamiga aylanib ketgan edi. Atxanning amdi dozoq bilan jannat garalishib ketgan bu qadimiy, g'uvg'oliq shahar Qohirada bir kunmu turg'isi kelmadi. Atxanning hozir Makkadami turg'isi yo'q edi. Qandaqdir qudratlik bir g'oyibiy kuch uni o'zining iqtidosi tug'ilib o'sgan vatan tuproqiga tortib ketyotdi. Atxan Makkaga kelib 3 kundan keyin Akbar uning sharpiga cho'ng ziyofat o'tkazib berdi. Atxan 10 yildan beri ko'rishmagan do'stlari, yaqinlari bilan uchrashib, do'stlik, qarindoshlik mehriga obdan bir qinab oldi. U Haris bilan ko'rishganda uni bag'riga besib ko'z yeshi qildi. Abu Lahabning o'limi ustida bo'lolmaganligidan o'kinib, chin ko'nglidan afv so'radi. Atsi Haris va Akbar bilan Abu Lahabning tuproq beshiga chiqib, qiyin kunlarda jonga asqatgan bu qadinas do'stining ro'yiga Qur'on o'qib duo qildi. Atxan texi G'oji Molla bilanmi ko'rishib mundashdi. G'oji Mollaning ko'z yeshi ichida aytib bergan hayot sarguzashtlarini anglab, uningga ich og'ritdi. Hissdashlik qildi. Hatto oxirida hammamiz dard tortdik, g'arib musofir bo'ldik. G'oji Molla, bu mo Xudoning inoyati, taqdir peshonimiz. Endi Makkaga kelib olib yaxshi qipla. Bu yerda yurtdoshlar ko'p, qo'llarga qo'l, putlarga put bo'la oladi, deb tasalli berdi. G'oji Mollaning endi o'zil kesil ko'ngli tindi. O'zining ravol pindida qilgan maxfiy shumliqlaridan ota bola ikkisining butunlay xabarsizligini bildi. Endi G'oji Molla bu sirni o'zi bilan billa mangulikka u dunyoga ilib ketalaydi. Atxan Akbarning hamrohligida bir kun Makkaning bozor ko'chalarini aylandi. Haram masjidiga borib namoz o'qidi. Uning nazarida Makka-mu, haram-mu kengayib, go'zallashib, xili ko'p o'zgargan edi. Odamlarning taqi turqidan tortib, ruhiy kayfiyatigacha yangi silingan zamonaviy uy imoratlardan tortib, do'kon, magazinlardagi mol tovarlargacha o'zgargan, yangilangan, ovatlashgan edi. 10 yil. Haqiqatanmi qisqa vaqt emas edi. Bu 10 yilda Atxanmu nima kunlarni ko'rmadi? Qayg'u hasrati shod xuramliqidan ko'p bo'ldi. Yo'qotqini, topqinidan eshib ketdi. Shunga umu mushu bir necha yil ichida xuddi judunda qolgan gulgiyatik solishib, tez qirib ketdi. Chochlari tugul, qoshlarimu aqirib ketdi. Xuddi uylarning tam to'rislarini ko'ndirgan siri tor qaplagandek yillar o'tgan siri uningmu yuz ko'z, bo'yin boshlarini uzun qisqa, ijir-mijir qo'riqlar qaplab ketdi. Bir chaqlarda satarning dastisidek tik tutib mangdigan bejirim qaddi qomatimu hozir egilib mukchiyib qolgan edi. Kichkidin tartib singishliq tamoq yeb, pokiz kiyim kiyib, yo'lning tuzida mengib, kishilar bilan obdan chiqishib o'tib, o'zini zodila ufratmagan bag'ri yumshoq bu odam keyingi kunlarda turmushning tuyuqsiz kelgan mudish zarbalariga bardoshlik berolmay qolgan edi. Atxan hozir burunqidek xushxuy, so'zman emas edi. Jimg'ur, xomush ko'rinadi.
Akbar dadisining bu o'zgarishini ko'rib, uning yurakini besib turgan ig'ir bir dardning borligini his qildi. "Dada, nim bo'lding?" dedi u oxir ichi tit-tit bo'lib. "O'zingni bek tashlabsan. Sen bundaq hasrat chekib jimib ketsang, men azoblanib qoldikanman." "Hech gap yo'q, o'g'lim", dedi Atxon Akbarning ko'nglini tinchitishga urinib. "Amdi qiridoq. Bir eg'iz gap kamlik qiladi, ikki eg'iz gap ortiq keladi. Bundaq chaqda odam put-qo'lidan madar ketib, qo'g'lab yetolmaydigan, qarmab tutolmaydigan bo'lib qoladi ekan. Sen ansirma, hech gap yo'q." Lekin mushu suhbatdan 3 kun keyin Atxon ko'nglidagi gapni Akbarga oxir ochiq aytdi. U kichik navrisi Armanni o'yintib o'ltirib, xursingan holda mundaq dedi: "O'g'lim, o'z yerida cho'nqur yiltiz tartmagan odam bu dunyoga hech qanday iz qoldirmay o'tib ketadi ekan. Mening umrim shundoq ketdi. Senmo shundoq ketyapsan. Lekin sen texi yosh, murad maqsadingni ishga oshirishga texi ulgursan. Ammo men qirib qoldim. Qazo muhlati yaqin qoldi. Men oxirgi umrimni bu yerda o'tkazishni xohlamayman. Hozir onang, ochang, singling va sen bilan men texi ko'rmagan qarindishing hamisha tushimga kirib meni chaqiryotidi. Ularni ko'rmay o'lib ketsam, ko'zim yumilmaydigan o'xshaydi. Uning ustiga qabrimning bu yerda qilib, keyingi kunlarda sening yo'lingni to'sib qo'yishidan ansirayman. Shunga men bir qarorga kelib qo'ydim, o'g'lim. Men burunroq minib turay. Sen hozir shirkat qurib, cho'ng ishlarga tutish qilibsan. Bu ishlaringning oyga chiqsin. Angacha yo'llarimo ichilib, qatnash qulaylashib qolar. Qohirada bir atchi menga Afg'oniston orqali mangadigan Badaxshan yo'li to'g'risida so'zlab berdi. Bu yurtqa berishning eng yaqin ham to'salg'usiz yo'li ekan. Men Misrda topgan pullarimni mushu safarga atadim. Sen meni oq yo'l tilab uzitib qo'y." Hasrat nadomat bilan aytilayotgan bu so'zlarda kuchlik bir ichki azobning borligi ko'rinib turadi. Akbar dadasining so'zidagi qat'iylikdan, irodadan uning bu yerdan bosh ilib ketishga butun vujudi bilan tayyorlanib bo'lganligini tushundi. Dilni o'rtayotgan bu fojia amaliyotda Akbarga o'rtaq edi. Ammo u dadasi aytgandek bu kunlarda hamma narsani tashlab dadasi bilan birga ketishga amalsiz edi. Hozir Akbarning beshida 3 farzandlik, baxtlik bir oila bilan nurg'un pulliq cho'ng bir shirkat bor edi. Bu oila bilan bu shirkat Akbarning mushu zaminga tortgan hayotlik yiltizi edi. Shunga bu zaminmo hozir uningga o'xshashla so'yimlik ham yaqimlik tuyulatdi. Ana yurti uni tug'ib o'stirgan bo'lsa, bu yer uni ar qildi. Akbarning yumran qanotlari mushu otash zaminda qatdi. Yillarning o'tishi bilan uning hayotlik yiltizi bu tuproqqa texmu cho'nqur, texmu kang qanot yaydi. Bu yiltizlardan yana yangi notalar o'sib chiqib, Akbarning hayotini kelajak bilan bog'ladi. Shunga Akbar o'zining bu qitim dadasi bilan birga mangolmaydiganligiga tan berib, hasrat bilan levini tishladi. Ammo dadasini to'sib qolmadi. Gerçi dadasining yo'li Akbarning uzoqdan beri o'ylab yurgan yo'li bo'lsa-mu, lekin u bu yo'lda dadasidan bir necha qadam keyin mangalishi mumkin edi. Shu suhbatdan 10 kun keyin Atxon bola chaqa, do'st birodarlar bilan xo'shlashib Afg'onistonga qarab mangdi. Akbar uni jiddigacha uzitib bordi. 2. Odam degan shundoq nima? Ba'zida tashdek bo'lib, nini bo'ron chapqonlarga pisand qilmaydi. Balki bundoq bo'ron chapqonlar ichida pishib, tavlanib, texmu bardam bo'ladi. Ba'zida bo'lsa guldek nozik bo'lib, kichikkina yomg'ir yeshinlarga bardoshlik berolmaydi. Balki solishib, tozib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Balkim bu odamning ruh va tandan iborat bir-biriga butunlay o'xshashmaydigan ikki narsadan tashkil topganligidan bo'lsa kerak. Atxon Makkadan ayrilib 3 oy bo'lganda yana tuyuqsiz Makkada paydo bo'lib qoldi. U Afg'onistondan qaytib kelgan edi. Atxon kelibla xuddi
ig'ir kasalga mubtalo bo'lgan odamdek o'rin tutib yetib qoldi. Haftadan keyin uning Afg'oniston safari haqida bir hikoya paydo bo'ldi. Bu hikoya ham shaharlarning Makkada, Jiddada va Taifda pat-pat bo'lib turadigan bazma barovatlarida ig'izdan ig'izga aytilib yurdi. Bu hikoyani Bektemir Atxonning og'zidan anglagani bo'yicha xili to'liq va aynan aytadi. Atxon hojim yurt va bola chaqa ishqini qalbiga pukib safarga otlanibdi. Atxon Afg'onistonga berib, u yerdagi Badaxshan davanidan o'tsamla vatanimizning Toshqo'rg'on yoki qog'liq zaminiga tushiman deb o'ylaydi ekan. Demisimi ajdodlarning qadimki Yipak yo'li bo'lgan Badaxshan yo'li Hindiqush tig'i bilan Pamir tig'ining tutashgan yeriga joylashgan tor koridor bo'lib, u yerdan tutak ilib ketmay, aman esan o'tsila Toshqo'rg'on tavasidagi Baba ko'lga yoki qog'liq tavasidagi Ko'kyarga bora oladi ekan. Klassik shoirlarimizmi o'z vaqtida bu yo'lni La ilakani Badaxshan deb tasvirlab ekan. Atxon hojim mana shu yo'ldan o'tish niyati bilan Afg'onistonga beribdi va u yerdan bir qichirni setib olib, yetarlik yemak-ichmakni ortib, kishilar ko'rsatib bergan nishon bo'yicha olg'a ilgirlabdi. Mingibdi. Bir kuni Rozung kentiga kelib aram olibdi. U yerdagi dehqon chorvachilar obdan kutib olibdi. Ondan yana mingibdi. Manga Langar degan yerga kelibdi. U yerda tunabdi. O'zimi, qichirmi bir kun harda qolibdi. Langarliklar uningga yo'lni texmo aniq ko'rsatib qo'yib beribdi. Ularning aytishicha, oldidagi Abi-Vahan daryosidan o'tib, daryoning kelish manbasini bo'ylab mangsa, Chaqmoq ko'liga keladi ekan. Ondan u yerdan kun chiqish tarafga qarab mingib, davondan halqisa, Toshqo'rg'on tavasiga o'tib ketalaydi ekan. Atxon hojim ularning ko'rsatgani bo'yicha yo'lni davom qilibdi. G'ilang soylardan o'tibdi. Qaqas cho'llarni kesibdi. Issiqda kuyibdi. Shamolda qag'jirabdi. Ashundaq mingib bir necha kundan keyin Abi-Vahan daryosidan o'tibdi. Chaqmoq ko'liga kelibdi. U yerdan kun chiqish tarafga qarab yana mingibdi. Manga Badaxshan yo'liga yiqilishibdi. Tog' ustidagi tor koridorni yiroqdan ko'ribdi. Yuraklari o'ynab ketibdi. Go'yo yurtning yiqimli havosi demig'iga urilgandek harg'in jismi jonlanib, kuchga to'lib, asta-asta davonga yamishqa boshlabdi. Shu chaqda kim bilsin, uning oldidan Afg'onistonning 2 nafar chegara qo'g'dash askari chiqib qopti. Ular Atxon hojimdan qattiq gumonlanibdi. Narsa keraklarini aqtiribdi. Uning gaplariga quloqmi solmay qo'lga qo'ysa, putiga kishan silib, 2 kun ichida mashina bilan Kabulga elib kelibdi. Harbiy taraf uni biror yerning josusi deb qattiq gumonlanibdi. Atxon hojim 10 kungacha Kabul turmasida qattiq nazorat ostida yetibdi. 10 kundan keyin so'roq qilibdi. Atxon hojim arabcha biladigan bir sud amaldoriga o'zining beshidan o'tgan barliq ishlarni va bu qitimqi safar qilish muddaosini tafsiliy so'zlab beribdi va oxirida yurt vatan tuproqiga oyoq besib o'lib ketsam roziman deb ko'z yeshi qilibdi. Sud amaldori ta'sirlanibdi. Oxir qayta tekshirish, Atxon hojimning borgan turgan yerlarini aniqlash, ko'rishgan odamlardan surishtirish orqali uningdan o'zi aytgan ishdan boshqa hech qanday gumonliq taraflarning yo'qligini bilgandan keyin mundoq debdi. Siz jahonning ishlaridan bakmo xabarsiz qolibsiz, hojim. Badaxshan yo'li degan qachonqi yo'l? U yo'l allaqachon o'zining vazifasini ado qilib bo'lgan. Hozir u yerdan savdo karvonlarimi, yo'lovchilarmi o'tmaydi. U yerda davlat chegarasi bor. Qonunsiz o'tganlar jazoga tortiladi. Sizning ko'nglingizni tushundik, ammo xiyolingiz bakmo sodda ekan. Agar siz vatanimga qaytaman deydigansiz, faqat 2 yo'l bilan qayta olasiz. Biri paraxot yoki aeroplan bilan Shanganga tushib, u yerdan Janubiy Jungo orqali yurtga berish. Yana biri Moskva orqali Ulan-Batorga berib, shu yerdan vatan zaminiga kirish. Buningga oz deganda 30 tilla pul ketadi. Bir muncha chegara rasmiyatlarini bijirsiz, paraxot, aeroplan,
mashinalarga o'ltirsiz. Bu gaplarni anglab, Atxon hojimning beshidan tutun chiqib ketibdi. Yenida qolgan pul 7 tillag'imo yetmaydi ekan. Pulningmo kari chaqliq, topqili bo'lar. Lekin bir muncha davlatlarga kirish rasmiyatlarini bijirgili bo'lamdi yo'q. Buningga hech kim bir narsa deyolmaydi ekan. Bir muncha pul xajlab, bir muncha yo'llarni besib, bir yerlarga borganda ish aplashmasa, bundaq dard alamga odam qandoq chidaydi? Atxon hojim qattiq umidsizlanibdi. U umidsizlik yurkini azoblabdi. Shundaq ulug' arzu tilaklar bilan bu yerga kelib, ming bir jafoda vatanning bo'sog'isiga kelganda, kutilmagan bir zo'rliq kuch bilan orqaga qaytirilib, kelgan yeriga qaytib kelish uningga bakmo ig'ir kepti. Bu ish Atxonning o'pkisini ichidan qaqqandek achchiq dard alamga mubtalo qildi. Shunga u Makkaga qaytib kelibla o'rin tutib yetib qopti. Mana bu Atxonning bu qitimqi Afg'oniston safarida beshidan o'tgan haqiqiy kechmishlari edi. Uning yurt qishqi, oila muhabbatida bosgan qutlug' qadami ana shundoq hasrat nadomat bilan oxirlashdi. Bu Atxonga ko'tirib qo'pqisiz azob va saqaymas yurak og'riqi ilib keldi. U yotgancha yenini yer tartib ketayotgandek ruhiy va jismoniy jihatdan tangla ojizlashib ketdi. Akbar dodisidan ansirab kunda necha qitim beshida parvona bo'lib cho'rgilaydi. O'g'lining jiddiylashib ketayotganligini ko'rgan ota parvosizlik bilan "O'g'lim, mendan bak ansirab ketma" deydi uningga tasalli berib. "Qerilikmo Xudoning inoyati ekan. So'ngaklarim churuk, ko'zlarim nursiz bo'lib qoldi. Ammo ko'nglim hamisha farog'at tilaydi." U bargan sari judab, shuklab, yiltizi tig' yegan Leyla qozoqdek nozuklashib ketayotdi. 3. Atxon bugun o'rnidan turdi. Hozirab bo'midab tursimu, bugungi juma namoziga berish uchun barliq kuch-quvvatini ishga soldi. Akbar uning yenidan nari ketmay, ko'z quloq bo'lib turadi. Atxon naiti tezda bo'yini suvga soldi, tarat oldi. Ondan Akbarning hamrohligida haram masjidiga bordi. U bir qo'lida kashni ko'tarib, bir qo'lida hasa tayoqni tayinib masjidga kirganda imom sura Fatiha bilan namozni boshlayotgan edi. Atxon jamoatga agishib namozni kelgan yeridan o'qishga boshladi. Juma namozi o'qilib bo'lgandan keyin imom munbarda qoyim bo'ldi va avval Allohga hamd va sano aytdi. Ondan islom ulamolari yozgan bir tafsirni o'qigan bo'ldi. Uning nazarida bu kitob barliq aql idrokning pokiz ham tugumas bo'liqi edi. Buni o'qimay turib, hech kim abadiyat sirlariga ichkirlab kirolmaydi. Imom kitobni ichib varaqladi va u yer bu yerga ko'z yugurtgandan keyin masjiddagi hamma odam anglada qilib amri ma'ruf aytishga boshladi. Islom dini arshdan tushgan din. Shunga u arsh alodak yuksak ham pok. Islom dini oxirgi din. Shunga u aql ham bilim dini, axloq dini, tinchlik dini, hayotlik va yashash dini. Bu dinni dastiga olgan durust odamlar ham Allohning, ham insonlarning orasida suyumlik va sharafli bo'ladi. Alloh taolo har qanday kishiga mol-mulk va husn jamol jihatlarida ulug'liq bersa, bu kishi moli bilan Allohning ojiz bandalariga xayr ihson qilsa, jamoli bilan Allohga taat ibodat qilib bandalik qilsa, kishilarga qarta izzat, ikrom va tavazzu aylasa, u chaqda Alloh taolo ul kishini o'zining xos bandalari qatoriga oladi. Xurason podshohlaridan bo'lgan Ismoil Samoniyning qishiga bir kuni bir olim keldi. Podshoh ul kishini nihoyatda qizg'in izzat ikrom bilan qabul qildi. Keyin u olim qaytmoqchi bo'ldi. Podshoh taxtdan tushib uni 7 qadam yergacha orqadan uzatib keldi. Podshoh shu kuni tushida Janobi Rasulullohni ko'rdi. Tushida Rasululloh uningga: "Ey Ismoil, sen mening olim ummatlarimni hurmatlab, izzat qilding. Buning hisobiga men sening haqqingda duo qildim. Duoyimda Allohning seni aziz mukarram qilishini
ul kishining orqasidan 7 qadam yergacha uzitib borganing uchun sening avlodingdan 7 kishining podshoh bo'lishini, ular uchun 7 dozoqning o'tini harom qilishni tiladim. Mening qilgan bu ikki duoyim ijobat bo'ldi, deb bishorat bergan. Gunohdan, kibrdan va yomonliklardan yiroqlashgan kishi ma'naviy jihatdan pokizlangan kishidir. Bundaq kishilar xuddi Ismoil Samoniydak insoniyatning yetalaydigan eng yuksak martabasiga erishidi. Ular o'zini yolg'ondan, soxtalikdan, nodonlikdan qo'rib, ko'nglini, ruhini insonlarga foydali bo'lgan har xil bilimlar bilan bezaydi. Yaratgan Allohni so'ygandek, yaratilganlarnimi Allohning yaratgani deb chin ko'nglidan so'ydi. Ulug' Tangrining butun insonlarni o'xshash haqlar bilan yaratganligini biladi. Shuning uchun o'zini boshqalardan ustun ko'rib, kibrlashmaydi. O'zini boshqalardan tuvan ko'rib, qo'lini, beshini suyib, xalqning oldida kichiklabmo ketmaydi. Allohdan boshqa hech kimga qul bo'lmaydi. Imom so'zidan to'xtadi. Ko'p so'zlab ketgachga javg'aylari ko'piklanib, engaklari xaltilishib ketgan edi. Jamoat namozdan tarqadi. Atxonmo Akbarga yo'linib, ojiz qadamlar bilan masjiddan chiqdi. Bu uning haram masjidida o'qigan oxirgi juma namozi bo'lib qoldi. Ikkinchilab bu yerga kelolmadi. Shu kuni uyga berib, deraza oldiga qo'yilgan karvatda sirtqa qarab yetib Akbarga mundoq dedi: "Balam, oldimizdagi payshanba kuni bir oz yog' puritib nazar qilgin. Men qo'shni qulim, do'st birodarlar bilan bir ko'rishib olay." Akbarning yuragi jig'ida qilib qoldi. "Dada, bu nim deganing?" dedi u andikkandek ovozi titrab. "O'zim bilaman, balam", dedi Atxon miskin qiyofatda. "Alloh menga hayot berdi. Bu Allohning marhamati. Amdilikda bu hayot o'z marhamatini yo'qotgan ekan. Men uni yana Allohga qaytarib berishim kerak. Chunki ruhim o'ldi, o'g'lim. Ruhim o'lgan ekan, jismimningmi zarracha qimmat qolmadi. Undaq dema, dada", deb zarlandi Akbar. "Sen yashashing kerak. Biz cho'ng g'oyib uchun yashmasak bo'lmaydi, dada. Men seni yurtga cho'qim opirman. Anam bilan, och singil qarindoshlarim bilan cho'qim yuz ko'rishtirman. Sen undaq umidsizlanma. Bizning bu g'oyimiz har qanday narsadan ustun, har qanday muhabbatdan buyuk, dada. Biz yurtga cho'qim ketimiz. Yurtimiz mangulik muhabbatning makoni bo'ladi. Sen, men va bizga o'xshashlar cho'qim u yerdagi muqaddas hayotning shohidi bo'lmiz, dada." Akbarning ko'zlaridan taramlab yosh ketdi. U og'zida shundoq degan bilan yurakida dadasining kundan kunga ojizlab, bu dunyodan xuddi kech kuzning optipidek to'ydirmay ketayotganligini sezib, qattiq azoblanayotdi. Kech kirdi. Atxon boya yotgan peti derazadan sirtqa qarab, medirlamay yotadi. U zavol qo'yniga petayotgan quyoshga qarab, xo'rsinib qo'ydi. Zulmatlik uzoq kecha yana boshlandi. Bu kunlarda Atxon osmonning kashlik manzarasiga qarab, oxiratni eslaydigan, kashlik uningga yo'qolishdan bishorat beradigan bir xil vahimlik tuyg'uga chirmilib qolgan edi. Atxon bugunmi boshqa kunlardagiga o'xshash o'z-o'ziga nurg'un savol-so'roqlarni qo'yib, uningdan o'ziga tasalli topmoqchidek bosh oxiri yo'q xiyollarga g'arq bo'ldi. Vatan muhabbatiga erishish nima degan ta'sa? Buning uchun kuchli qalb egasi bo'lish kerak ekan. Kuchli odamlar vatan muhabbatiga erisha oladi ekan. Ojizlar bo'lsa hamisha erishish istikidla yashaydi ekan. Buning sababi ona tuproqning oddiy tuproq emas, balki muqaddas, xosiyatli tuproq ekanligiga o'xshaydi. Odam tugul, jonivorlarmi umrining oxirida ne tog' davollarni, ulug' daryolarni eshib, o'zining ajdodlari asrlar davomida o'tgan yo'ldan adashmay, qadimki makonini tepib kelalaydi. Lekin men nima qila oldim? Aqlli odam turib, aqlsiz jonivorlardek bo'la olmadim. Atxon osmonga, xuddi tuvsiz hanga bu qop-qorong'u bo'shliqqa qarab yetib, hasrat bilan shularni o'yladi. Akbar dadasining ra'yi bo'yicha
payshanba kuni nazar o'tkazdi. Atxan nurg'un tunish bilishleri bilan ko'rishib, mundishvaldi va kechqurun Akbarni yiniga o'ltirg'izib mundaq dedi: "O'g'lim, inson uchun ortiqcha dunyo maishatning kiriki yo'q. Odamning qo'li qancha uzarsa ömrü shuncha qisqaraydi. Pulparastlar mol dunyoni deb o'ladi. Huquqparastlar toj amalni deb o'ladi. Bahodir nom atoqni deb o'ladi. Hech nimani demaydiganlar bo'lsa, o'lmay hayot turadi. Sen bu gapni esondan mahkam tut. Hergiz o'z ehtiyojingdan ortiq narsani deb jinonni uparatma." Atxanning demi kesilib, so'zdan to'xtadi. Birdam hömida beshini töven egdi. Akbar uning dumbisini, maydisini selidi. U bir oz yaxshilangandan keyin asta beshini ko'tarib Akbardan so'radi: "Balam, bizda birarsining omonatimi bormi?" "Bor, dada", dedi Akbar o'ylabmi turmasdan. "Rahmatlik Ilimsha akamning 20 tillasi hozirgacha bizda omonat turibdi. Aqlinga barakalloh o'g'lim", dedi Atxan o'g'ildan rozi bo'lib. "İnsanning yiltizi iymon balam, lekin bu iymon halollik bilan bo'lishi kerak. Shunga hukmlar halolning yiltizi ming, haromning yiltizi bir deydi. Omonatga xiyonat qilganlarda iymon bo'lmaydi. Men o 20 tillani o'z qo'lim bilan olgan, lekin o'z qo'lim bilan haq joyiga berolmaydigan o'xshayman. Bu ish sening zimmangda qoldi balam. Qachon bo'lmasin asho 20 tillani Ilimshaning qizini tepib topshirib bergin. Bu menga oxiratlik qarz bo'lib qolmasin. Xotirjam bo'l dada", dedi Akbar dadasining qo'lini ching tutib. "Men buni hergiz unutmayman. Omonatni cho'qim egisiga topshiraman." Akbar bu so'zlarni dadasining o'ziga qilayotgan oxirgi vasiyati ekanligini zodila xiyoliga keltirmadi. Balki buni dadining balaga qiladigan odatdagi nasihati deb tushunib, ko'ngliga hech qanday shak shubha yo'latmadi. Lekin mushu suhbatdan 2 kun keyingi bir atiganligi Atxan mangulikka ko'z yumganda, u hasrat nadomat bilan urib, o'zini tutolmay qoldi. Dadasining surlik jinozasi eshikdan lang urib chiqqanda bo'lsa, hasrat yig'isi bilan hushidan ketgili tas qoldi. Atxan mangulik rahat farog'atni o'zi ilib, hayot g'uvvolari bilan tugmas malomatlarni o'g'liga qoldirib, 69 yoshida bu dunyodan ketgan edi. Atxanning o'limi Akbarga bakmo ig'ir keldi. Musofirchilikni oz degandek, u amdi bu yurtda tikandek yolg'iz qolgan edi. Shu kunlarda uning esiga mundoq chiroyli bir xalq maqolasi tushdi: "Yog' yolg'anda yot, qon yolg'anda tuqqan asqatidi." Lekin hozir uning bir mu tuqqani yo'q edi. Tuqqan tugul onasining hayot mamatligini bilmaydi. Akbar dadasining ich og'riqida uzoq yil kasal taratgan odamdek jimg'ur, xomush bo'lib qoldi. Tunish bilishlari Akbardan ahvol so'rasa, u hammaylanga o'xshashla: "Tikandakla yolg'iz qoldim. Do'ppam tushsa haqning yeriga tushdi. Kishiga sog', o'zimga og'riq yuribataman", deb javob beradi. 11-bob tugidi.